Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston xalqi. Bugun nimagadir bu yerdan yaxshi ko'rinyapti, Boysun bahori joyidan. Yaxshi yonayotgani ko'rinib qolyapti. Hali beri buni yonishi to'xtamaydi-yu. Bir bosh vazir kelgan edi, shu bilan kelmay ketdi u. Ana kelib bir nazorat qilib ketganda edi, yaxshi bo'lardi. Nima dedinglar Boysunliklar? Buni ham gapirishdan, buni ustidan murojaat qilishdan ham charchadi odamlar. Mana buni qarang. Atmosferaga mana shu tutunlari chiqib ketyapti. Mana shu atmosferaga. Bir xashakni yoqsangiz bo'lib jarima qiladi ekologiya. Gaz yoqsa, bunday gazni yoqib qo'ysa, agar hech nima deya olmaydi. Xashakka esa jarimani bosadi. Yaxshi zamonda yashayapmiz-da, lekin qonunlarni odamiga qarab ishlatadigan zamonga yashayapmiz. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston xalqi. Bugun nimagadir bu yerdan yaxshi ko'rinyapti, Boysun bahori joyidan. Yaxshi yonayotgani ko'rinib qolyapti. Hali beri buni yonishi to'xtamaydi-yu. Bir bosh vazir kelgan edi, shu bilan kelmay ketdi u. Ana kelib bir nazorat qilib ketganda edi, yaxshi bo'lardi. Nima dedinglar Boysunliklar? Buni ham gapirishdan, buni ustidan murojaat qilishdan ham charchadi odamlar. Mana buni qarang. Atmosferaga mana shu tutunlari chiqib ketyapti. Mana shu atmosferaga. Bir xashakni yoqsangiz bo'lib jarima qiladi ekologiya. Gaz yoqsa, bunday gazni yoqib qo'ysa, agar hech nima deya olmaydi. Xashakka esa jarimani bosadi. Yaxshi zamonda yashayapmiz-da, lekin qonunlarni odamiga qarab ishlatadigan zamonga yashayapmiz.